Mashinangizni oldi bamperini urib pachoq qilib qo'ydi. Nima qilgan bo'lardingiz? Urardim. Biz qisqacha so'rovnoma o'tkazmoqchi edik. Qani ko'ramiz, kim qanchalik o'zini mashinasini yaxshi ko'rar ekan. Qani? Ketdik. Assalomu alaykum. Mashinangizni narxini ayta olasizmi? 250 million, 240 million atrofida. Shunaqa 160 millionda. Hozirgi kunda 57 ming deydi. Ну, примерно 150 millioncha. 13 mingda bo'lsa kerak, 12-13 ming. So'mda примерно 150 million bo'lsa kerak, to'g'rimi? 150 million tannarxi. Shu mashinangizni biron nima bo'lishini o'ylamasdan xotirjam yurishingiz uchun oyiga yoki kuniga qancha pul bergan bo'lardingiz? Oyiga 2 million ham. 30-40 ming atrofida. 40 ming kuniga. Ha. 200 dollar normal deb o'ylayman. Oyiga. Endi mashinaga qarab. Oygami? Oyga. 250 ming. Месяц примерно 600 тысяч готов платить. 600 ming. Oyiga 2 million, 2,5 million, наверное, это нормальная bo'ladi, summa, shuncha. да, я так думаю. Tasavvur qiling, men mashinangizni oldi bamperini urib pachoq qilib qo'ydim. Nima qilgan bo'lardingiz? Urardim. Ya urmaydim endi. Videozapis bor. Topib, keyin gaplashardim. Shu o'zi mashina nech pulga tushardi sizga yangi bamper? Keyin qochib ketdi. Mashina nech pulga tushgan bo'lardingiz? Oldi manfer bo'lsa 700 ming, 800 ming. Bamperlarni 1 millionga tushsa kerak. Polностью yangi olish. O'zi siz tasavvur qiling, shu xotirjamlikda haydash uchun oyiga sanasangiz, oyiga 125 mingdan tushardi. Bizda Apex Insurance'da kaskoni sotib olsangiz, uzum nasiya orqali oyma-oy bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Ishlatarmidingiz, sota olarmidingiz? Конечно.